Assalomu alaykum. Bundan oldingi videoni ko'rdilaringiz. Men u quloqqa bir qisib ketgan joyim bo'lmagan, videoda yo boshqa bir joyim bo'lmagan. Bu Jizzax viloyati sha'niga dog' tushiradigan bunaqa quloqlarga nimadir chora ko'rish kerakmi yoki davlatimiz shularga erkin berib qo'ygan, mana shunaqa jarima jo'natishga yo'l qilib qo'ydimi? Bizga ham bir erkinlik qilib bersin. Bizga ham erkinlik qilib bersa, ana shunaqa quloqlarni borib o'zimiz xohlagan ishimizni qilaylik. Ular ham xohlagan ishini qilyapti, o'tirib olib, to'g'ri kelgan joyga turib olib. Bu narsadan men noroziman. Bu videoni juda ko'p bolalar tashidi. Hamma bitta mana emas, juda ko'p bolalar tushgan ekan. Bunga men ham tushibman mana. Bu narsani video qilib chiqishdan ilojim bo'lmadi. Men o'z bloger emasman. Mana shu narsaga yuqorida turadigan tashkilotlar mana shu narsani o'rganib chiqib, bu quloqlarni yo yo'qotish kerak, yo xalqni o'ziga qo'yib bersin, xalqni o'zi yo'qotadi. Qo'lidan kelmasa. Rahmat.